Xo'p, akalar, videolarimiz Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan o'zimizning xonadondan boshlaymiz. Hafta kuniga muborak juma, hammalarning juma ayyom muborak bo'lsin. 2025-yil 25-aprel. Xo'p, ismim Abduqodir, har doimgidek akalar. Biz qo'llab-quvvatlab turgan akalardan Alloh rozi bo'lsin. Ko'ryapsiz, kommentariylarni o'qiyapmiz, layklarni ko'ryapmiz akalar. Sizlarga ko'rinmaydi, layk bosilgan bilinamikin deysizlar. Men ko'rib, hammasini bilib ko'rib turaman akalar. Alloh rozi bo'lsin hammalaringni. Xo'p, bugunga qo'zi, ona bola qo'zi, ikkitishlarning ideallarini chiqaraman inshaalloh aka. Like bosib tursalaring, xudo xolasa bundan-da zo'rlarini chiqaraman. Xo'p, akalar, bu qo'yimiz 6 tish qo'y. Lekin qochmagan akalar, qochmagan. Lekin ideal narsa akalar, go'zal narsa, ishlashiga javob. Xo'p, buni ma'lumotlarni beradigan bo'lsam, buni qonini ham tozalab, tekshirtirilgan, qonigacha javob, dokumentlarni, qonlarni tekshirtirib, dokumentlarni qilib qo'yganmiz, sog'liqda. Anaqa nima desa bo'ladi, bir tug'mas qo'y yoki unaqa qo'ymasda bu. Hamma tomoniga ideal narsa akalar. Buni hozir bo'ylarini o'lchab, tishlarini ko'rsatib, quloqlarini o'lchab beramiz sizlarga. Metrni olib kelingchi. Mana belini qarang, qo'ydi. Kvadrat kattaligini mana. Mana. Qo'lni qarang, mana edi. Mayda. Belni qarang, sandal bo'lyapti. Mana razrez, pol razrez. Mana. Qochgan qochmaganini sizlarga aniqini aytarsam, bayda hozir qo'chqor bilan ham hali ora-orada qo'shamiz, ora-orada qo'shmaymiz. Shunaqa holatda yuribdi akalar. Hozir sizlarga ideal bo'yini o'lchab ko'rsataman qo'ydi. Xo'p, mana metrda olib keldim akalar, bo'yini yerdan o'zlaring mana bahosini bera olaverasizlar yerdan. Ko'ryapsizlar? Mana. Uzunligi lekin uzun bo'ldi. Napomaysizlar videolarda kamchiliklarni. Mana metr. Вообще gigant bor, so'liq mana. Qulog'i 20, chista 20, 6 tish qo'y. Buni qonigacha tekshirtirib, tuberkulozga qarshi tekshirtirilgan, dokumentlargacha bor akalar. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi $1700. Kimni shu yerga yursa, telefon qilaverasizlar, qo'y, xudo xolasa arziydi. Qonlari pon tekshirtirilgan akalar. $1700 ga dastavkasi ichida yetkazib beramiz akalar. Xo'p, keyingilarni ko'rsataman bularni hozir. Mana bola. Qo'zini qarang. Mana 3,5 oylik qo'zi nima deyapti akalar? Mana yarim bonus quloq stoykan qarang. Stoykan. O'ta mo'shni. Oldi to'shni kengligini qarang. Quloq ideal. Mana kella. Mana akalar. Mana bunaqasidan ham borda, go'zalidan. Bu ikkinchisiga ona bola 4 tishdan 6-chisini chiqaryapti endi. Mana quloqlarini ham, bo'ylarini o'lchab ko'rsataman hozir. Bonasiniki 20 oshiq, bolasiniki ham 20 kelib qoladi. Bolasi eng qizig'i 3,5 oylik qo'zi so'liq. Qo'zi so'liq. Вообще ideal. $1800 qo'chqordi bolasi. $1800 o'sha qo'chqordi bolasi. Qirg'izistondan kelgan. Bu tagon tayin narsalar hammasini. Mana jonivorlar qarang. Mashalloh. Yangi shu bir arashan qidirib yurganlarga akalar, dush do'stona taklif qilaman. Like yarsa like bosib ko'ringlar akalar. Xo'p, buni hozir bo'ybaslari bilan hamma yo'lini tanishtiraman sizlarga, metr qo'yib, quloqlardan boshlaylik. Hozir qo'lni kallalarini ko'rsatib qo'ying mana. Mana kalla yuzi, mana quloq tashlashlari, mana bellari, mana idishini qaranglar mana. Idishi. Qo'zi mana, stoykani qarang qo'zida. Stoykani qarang. Qo'zi sovuq. Garbonusga ahamiyat bering, qo'zini garbonusiga. Qarang. O'sha legenda qo'chqordan chiqqan bu. Qo'zisining quyrug'i ham o'ta ideal. Mana quyruq. Tekis. Bunaqa osilgan, anaqa emas. Mana tekis quyruq. Xo'p. Quloqni. Mana tuyoqlar. O'ta baquvvat. Tekis. Qulog'i bitta metr qo'yib qo'ying. Quloq tashlash qarang. Jana. Bo'ldi. Kalsuvdan. Mana kalsuv ezyapman. Ko'rib ol shura. Tushuntiring turibsiz. Kalsuvdan qo'ydingizmi? 20 plyus. Pashti 20 yarim. Pashti 20 bir akalar, mana kalsuvda. Shirinasi ham bor. Shirinasi 10 kilo urash. Bu ahamiyat beringlar aka, quloq tashlashga ahamiyat bering. O'ylash o'zi. O'ta ideal. Garbonus bor.
Tuşlarni. Ha, tushlarini qarang. Tishlarni bitta topib. Ochingchi. Mach, marjon akalar. Mana 4ta. To'rttadan, To'rttadan endi 6ta endi qanotdi. Mana to'rttadan oltinchisini endi yoryapti. 6taga to'lmadi hali. To'lmagan, lekin to'ldirib chiqarmagan. Sog'liqda akalar, xudo xolisa ideallik bunaqasi o'ta kuchli. Quloqda. Hop mana yerdan metr. Mana. Yerdan akalar o'zlaring bahosini berib olaverasizlar, mana ko'rib olaverasizlar. Bo'ldi, ko'rindi. Uzunasi. Uzunisi uzun lekin. Hop yelkasidan mana yelkasidan akalar mana uzunasi. 90 shiq. Mana uzunasi. Uzun qo'l. Lekin akalar bu boshqanisi. Qo'sqani qo'sini qo'yib keling. Ha, jonivorni qarang. Narxi ham go'zal. Xudo xolasa buni hozir qo'sini qo'yib kelsin. Narxi ham o'ta go'zal. Mana jonivor. Bonusi bu, bonusi. Xo'p, akalar buni parametrlarni ko'rsatdim. Xo'p, narxiga keladigan bo'lsa akalar, narxini ona bolani dastavkasi ichida $1800 uyingizga yetkazib beraman. Qo'ydisani olib, pul sanab beraverasizlar. Mana $1800 bo'lishi. Sunnatiga endi savdo qilasizlar. Xudo xolasa qo'ylar arziydi ikki. Mana qo'zi 3,5 oylik qo'zi yonidagi. Qulog'i ideal, garbonosi ham ideal qo'zi. Mana. Xo'p, uchinchisini ko'rsataman hozir. Uchinchisi bundan ham. Bu uchinchi qo'yimiz, uchinchi ona bola. Bu ikki tishga endi chiqyapti bu. Ikki tishga endi chiqyapti ona bola. Mana qo'zini qarayman. Ay, jonivor to'xtab tur endi. Bas qitirlamay tur. Ular naqaga tushmaganda hali. Quloq qarang, ikki tish qo'ydi qulog'ini. Hozir bo'yigacha uni bo'yi bash tashlar. Bunaqada turmaganda bular. Ha, yemishlari. Ha, jonivor. Qo'lsini yomon qizg'an, bolasini rasa qizg'an jonivor. Mana. Bo'ldi. Ana shu yoningda turibdi-yu jonivor. Ah. Qizg'anyapti. Ikki tish qo'y akalar, bu ikki tish endi chiqyapti. Qo'zi urg'och qo'zi. Qo'zini hammasiniki urg'och qo'zi. Birotta qo'chqori yo'q, hammasiniki sog'liq qo'zi, urg'och qo'zi. Mana quyruqlari tekis 2-12 ham. Mana. Hop, qulog'iga bitta metrdan boshlaydi aka. Bolasini qulog'iga. Mana. Jonivor. Vosh ketdi. Shirinani qarang, qo'zimi shirinasi. Bir oylikka to'lmagan qo'zi akalar. Mana. Molunga ahamiyat beringlar. Kallaga. Tishidan boshlaydi bu. Tishini ochib ko'rsatib qo'ying. Sekin, juda hurkaydi. Mana chiqarib ketdi, ikki tishga endi chiqyapti. Ikki tishga endi chiqyapti. To'xta, bo'g'iladi. Uzilib ham ketdi. Ha, jonivor. Quloqchani qarang. Mana bolasi. Mana shu bolasi urg'ochi. 1 oylikka to'lmagan qo'zi urg'och qo'zi. Mana, yuribdi jonivor. Onasini qidiryapti. Ana. Stoykani qarang. Mana onasini qulog'ini o'lchaylik. Onasi kalsovdan quloq ketdi. 21. 21 dan oshaq. Tortolyapti. Buni kalsov, unaqasi ham shirinasi ham katta-da buni. Eng katta shirinali mash. So'lashida qopdi. Keyin jonivor. Bo'ladi 21. Ko'rganda bilaman. 21. Shirinasi o'chish. Shirinasi katta lekin. 10. Quloq 21 plyus. 21. Bo'yiga ham qo'yib ko'ring. Bo'yiga mana yerdan akalar. O'zlaring ko'rib olaverasizlar akalar. Ko'rdilarmi? Mana jonivor bolasi. Kemayapti oldiga bolasi surkib. Mana. Chilab keling. Voy, ana ash seni bolang bo'ldi. Hop akalar, ikkisiga endi chiqqan quloq 21. Ularni ko'rlaring, bolasini qulog'i ham o'zi pashti 20. Hozir 1 oylikka to'lmagan, lekin 20 qulog'i urg'ochi. Hop, buni narxiga keladigan bo'lsak akalar,
Narx 1800. Kimga ma'qul kelsa telefon qilaverasizlar akalar. Qo'ylar hamma tomonga bunaqaga tushaveradi. Hamma tomonlarga idealliklarga tushaveradi akalar. Bolasi ham, enasi ham. Yosh, ikkita ish akalar. Birinchi bolasi sovliq, qulog'i 20 bolasiniki. Onasiniki 21. Mana shu qo'y. Bolasi urg'ochi. Kimni shu kerakchisi telefon qilaveradi. Qo'sini qulog'i ham, kallasi ham svetli kallada mana. Brend sement, oq-boq kallasi yuzlik. Mana akalar 4-inchisi. Emishini qarang. Onasi ikki tish qo'y, tishini chiqqan qo'y. Mana bolasi. Bolasi urg'ochi, ikkovida ham tumori bor. Onasida ham, bolasida ham. Mana kallasi o'ta konkret. Mana qo'zini kallasini qarang. Xo'p, onasi ikki tish qo'y akalar. Mana bolasi urg'ochi, sirg'alari bor. Xo'p, bulardan buni ham bo'yini quloqlarni o'lchab ko'rsataman. Bu 4-inchisiga chiqyapti. Ona bolalarning 3-inchisi, boshda qo'ymayman, bu 4-inchisi. Bolasi urg'ochi 2 tish qo'y. Hop, qulog'iga bitta metr qo'yib qo'ying shuni ham. Quloqdan boshlaylik. Qani? Bo'ldi. Quloqning kuchi qaytarilganda mana Shuni tortasan. 19. 19 akalar. Tishini ham ko'rsatib qo'ying. O'tda hurga akalar. 2 tish, toza 2 tish qo'y. Bo'ldi, ko'rindi. Seniki? 2 tish qo'y. Bo'yiga ham bitta metr qo'yib ko'ring. Bo'yiga ham. Bu yerdan akalar. Bo'y baland buni akalar. Yaxshi baland buniki. Ko'rib olaverasiz. Uzunligiga ham qo'yingchi. Bo'ladi ham. Janvar mashalloh. Bo'ynidan ko'rlaring akalar. Ko'rlaring pashta 90 ga yaqin. Bu hali yana o'sadi inshaalloh. Oyoqlari tekis. Qo'sini ko'rsataman. Qo'zini qulog'i ham o'zi normalniy, hozirgi holatda. Bo'ynida tumori bor. Qo'zisi urg'och qo'zi. Mana akalar, orqasi ham tekis. O'ynashyapti hozir. Aqlsiz maqul. Qo'zini svetliligi, kallasi o'ta svetli. Uzun bo'ladigan qo'zi, qip-qizil qo'zisi. Onasi. Xo'p akalar, buni narxiga keladigan bo'lsak. Xo'p akalar, buni narxi yengil. Chunki o'zimizga ham kelib chiqsa yengilroq bo'lgan bunisini. Konkretni, realni oluvchi bo'lsa 1200 ga beraman mana shuni. Dastavka qilib beraman $1200 ga. 2 tish qo'y, qulog'i 19, bolasini qulog'i ham zo'r. Bolasi 1 oyga to'lmagan qo'zi. Realni oluvchi bo'lsa $1200 ga dastavka qilib beraman akalar. O'rda xolos ertagalikka ham buni keyin davomini qo'yaman inshaalloh. Sog' bo'linglar.